Assalomu alaykum do'stlar. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugundan boshlab topik darslarni ham joylab borishni boshlaymiz. Topik mavzularda eng muhimi bo'lgan qismlarda, ya'ni SIGI, ya'ni yozish qismi, juda ko'p kishilik, juda ko'p kishilar eng ko'p qiynalgan tomoni hamda ilki bilan SIGI darslarni ko'proq joylab borishga harakat qilamiz. Darslarimiz aytib o'tganimizdek boshida hamma uchun mos keladi. Ya'ni boshlang'ich bo'ladimi, o'rta daraja bo'ladimi, toplik imtihoni tayyorlayotgan kishi bo'ladimi, hamma uchun mos keladigan darsliklar boriladi, hamma yo'nalish bo'yicha. Hop, bugun biz o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzu, ya'ni birinchi boshlaydigan mavzuyimiz SIGIdan 51 SIGI. Hop, SIGI haqida qisqacha tanishib olamiz. Ya'ni topik SIGI qismida, ya'ni insho yozish qismida to'rtta savol beriladi. Ya'ni 51, 52 savol, 53 hamda 54 savol. Mana bu 52, 53, 54larga to'xtalib o'tmaymiz. Buni o'rganish payti kelganda batafsil tushuntirib o'tiladi. Bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam 51 savol turi edi. Faqat 51. Hop, 51 o'zi nima? Qanaqa savol turi tushadi? Biz birinchi imtihonni nimaligini, savol turi nimaligini tushunib olsakkina keyin qiladigan ishimiz oson bo'ladi. Hop, 51 SIGI, ya'ni 51 SIGIda bizda matn tushadi. Ya'ni boshlang'ich darajadagi, odatda chog'ib boshlang'ich darajadagi matn tushadi. Bu matn turli xil matn bo'lishi mumkin. SMS, messenjer xabar bo'lishi mumkin, taklifnoma bo'lishi mumkin, qanaqadir e'lon yoki murojaatnoma, iltimosnoma, xabarnoma, bildirishnoma, shunday narsalar tushadi odatda. Oddiy matnlar tushadi. Ya'ni boshlang'ich darajadagi inson ham yecha oladi, unchalik qiyin bo'lmaydi. Bizda bu yerda e'tibor bersak, gap boshlab turib, mana bu yerda qavs ochib gapni olib tashlangan. Mana bu yerga gap tushirib qoldirilgan. Hamda mana bu pastda tushirib qoldirilgan. Mana shu bo'sh katakka biz to'g'ri gap yozib yuborishimiz kerak. Ular olib tashlagan gapni biz to'ldirishimiz kerak. Hop, 51 savol turiga 10 ball beradigan bo'lsa, K ga deylik 5 ball, mana bunga 5 ball, shuni jami 10 ball bo'ladi. To'g'ri tushadigan gapni yozishimiz kerak bo'ladi. Odatda e'tibor bersangiz, mana bu yerda gapni o'rtasida kelyapti so'rim. Mana bu yerda gapni oxirida kelyapti. Ya'ni bu ham muhim element hisoblanadi. Chunki agar gapni o'rtasida keladigan bo'lsa, sizda gapni ulab ketuvchi grammatika bo'ladi. Agar gapni oxirida nuqta bo'lyapti, demak gapni yakunlovchi grammatikalar ishlatiladi. Mana shunday qisqa detallargacha e'tibor berish kerak. Hop, matnni o'qiymiz, keyin birma-bir nimalarga e'tibor berish kerak tomonlarni birma-bir sanab o'taman. Hop, birinchi nima o'zi bu matn nimaligini bilishimiz kerak. Hop, chayu keshibpan. Keshibpan degan e'lonlar doskasi. E'lonlar doskasi o'zi nima bo'ladi? Qanaqadir tanishtirnoma, bildirishnoma yoki murojaatnomalar bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana bu yerda Chukche Kuala Muni turibdi, ya'ni festivalga oid murojaatnoma turibdi. Mana Muni tushadi dedik. Muni murojaat qilish. Ya'ni nimadirdan murojaat qilish ma'nosida kelyapti. Muni matni. Hop, o'qiymiz. 지난 주말 인주시 별빛 축제 가던 외국인입니다. 됐다. O'tgan hafta Injushuida bo'lib o'tgan, ya'ni yulduz festivaliga borgan chet ellikman deyapti. 지금까지 살면서 이렇게 많은 별을 한 번도 없었습니다. Hozirgacha yashab bunaqa ko'p yulduzni bir marta ham yo'q bo'lgan degan ma'noda aytyapti. Endi biz bu yerda qo'ymaylik. 이번 축제에서 별도 보고 경험도 볼 수 있어서 정말 좋았습니다. Bu safargi festivalda yulduzni ham ko'rib, hamda tomoshani ham ko'ra olganim uchun juda ham yaxshi bo'ldi deyapti. 혹시 축제가 언제 또 있습니까? Ya'ni mabodo yana festival qachon bo'ladi, qachon bor deyapti.
Ittamiyon Eron uchun kuyov homil tashi nimadir. Agar mabodo shunaqa festival bo'lsa, bunaqa nima deydi? Zavqli, o'sha chiroyli degan ma'no keladi. Tajribani qilmoqchiman. O'sha tashi degan joyda qolib ketgan. Hozir ya'ni gapimiz yakunlanmagani uchun umumiy ma'no chiqmayapti. Biz shuni yakunlashimiz kerak. Hop, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda hech qanaqa unaqa o'rta darajadagi qiyin grammatik so'zlar yo'q. So'zlar yo'q. Demak, e'tibor bering. 51 odatda boshlang'ich darajadagi grammatikalar tushganligi uchun siz ham matnga mos keladigan, ya'ni matnni darajasiga mos keladigan grammatika ishlatishingiz kerak. Misol uchun ba'zi bir o'quvchilar o'ylaydi, nima deydi? O'rta daraja, yuqoriroq daraja grammatika ishlasam balam yaxshiroq chiqadi. Yo'q, siz matnga mosini tanlashingiz kerak. Misol uchun aytaylikda, sizni oyoq kiyim razmeringiz 43 razmer bo'ladigan bo'lsa, mana bu matn 43 razmer bo'ladigan bo'lsa, siz 45 tanlab olsangiz oyog'ingizga qara kattalik qiladi. To'g'rimi? Tushmaydi. Matnga ham xuddi shunaqa bo'lgan bo'ladi. Ya'ni eslab qolish tomoni, matnni darajasiga mos bo'lgan grammatik tanlashni unutmaymiz. Hop, keyingi e'tibor beradigan tomonimiz, matnni ichidan izlab ko'ramiz. Ya'ni signal berib ketish mumkin. Mana bu qavs keldimi? Qavsdan keyingi keladigan so'zlarda qarab ketishimiz kerak. Ya'ni keyin kelgan gaplar orasida biz uchun topishimiz mumkin bo'lgan so'zlarni topishimiz mumkin. Birinchi o'rinda biz so'zni topishimiz kerak. So'zni topganimizdan keyin, so'zni topdingiz, endi uni grammatikasini topishingiz kerak. Qanaqa grammatika qo'ysangiz mos keladi. Hozir biz bir ko'rib chiqamiz. Nima dedi? Mana bu yerda Chigimkachi salmionso irokke ma'ni piyoril hambondo obsossimnida. 이번 축제에서 별도 보고 경영도 볼 수 있어서 정말 좋았습니다. 근데 hozirgacha bunaqa ko'p yulduzza ko'rmaganman degan ma'noda keladi. Chunki men pastda aytib ketdim mana. Piyolla pogo, ya'ni yulduzni ham ko'rib, tomoshani ham ko'ra olganim uchun juda ham yaxshi bo'ldi deyapti. Demak, mana bu yerga piyoril poda degan so'z ishlatsak bo'ladi. Biz birinchi o'rinda so'z topib olaylik. So'zni topmasak ishimiz yana ham yaxshiladi. Piyol Pyoril poda topdik, poda so'zini. Endi biz qanaqa grammatika ishlatsak shu yerga mos keladi. E'tibor bering, gapni ulovchi grammatika bo'lyapti. Chunki gapni yakunlamayapti, gap o'rtasiga kelyapti. Hambondo obsos simnila deyapti. Hop, bir marta ham bo'lmagan bu narsa deyapti. Ya'ni tajribasida hali yulduzni ko'rmagan ekan. Chunki gap oxirida aytib qo'yapti, hambondo obsos simnila deyapti. Ya'ni tajribada qilib ko'rgan, qilib ko'rmagan grammatika qaysi grammatika edi? Inchogi itta degan grammatikamiz bor edi. Inchogi itta opti degan grammatikamiz bor edi. Inchogi itta opti. Shunda mana bu yerda nima bo'ladi? Piyoril ponchogi bo'ladi. Ponchogi hambondo obsos simnida. Ya'ni bunaqa yulduzni bir marta ham ko'rmaganman degan ma'noda keladi. Grammatikani ham to'g'ri qo'lladik. Chunki mana bu inchogi itta, ya'ni tajribasi qilib ko'rgan, qilib ko'rmagan grammatika edi. Mana shuni pastda ham tasdiqlaydi. Mana shu grammatika tushishini pastdagi matnda o'qiymiz. Davom etamiz. Kga topdik. Chunki mana bu yerda o'zi bitta signal berib ketdi. Mana pastda mana kyonhom so'zidan ikkinchi signalni olsak bo'ladi. Hozir qaytamiz. Hop. Hokshi Chukchaga onja to ismnika ittamyon Eron mochin kyonhomil tashi nimadir. Ya'ni festival qachon bo'ladi? Agar mabodo bo'ladigan bo'lsa, yana shunaqa zo'r bo'lgan, ya'ni nima deydi? Chiroyli, zavqli tajribani yana qilib ko'rmoqchiman bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda kyonhom tajriba deyapti. Demak, tajribasidan o'tkazib ko'rgan grammatikamiz shu inchoga topdi tushibdi. Ittamyon Eron mochin kyonhomil tashi nimadir. Ya'ni yana qilib ko'rmoqchiman. Hop. 51 sigir yana mana bunaqa shakllar kelib qolishi mumkin ba'zida.
har safar emas, ba'zida kelib qoladi. Ya'ni birlashgan fe'llar borki, ya'ni ot bilan fe'llar birga keladigan so'zlar bor. Misol uchun, pabil mokdi. Nima degani pabil mokdi? Ovqat yemoq. Ya'ni biz birlashtirib aytamiz bilan. Misol, chegil ilikdi, ha? Kitob o'qimoq. Birga aytamizda ot bilan fe'lni. Ya'ni o'rganib qolganmiz, to'g'rimi? Yana nimasi bo'ladi? Undong sport degani. Undong hada degani. Ya'ni sport bilan shug'ullanmoq. To'g'rimi? Va hokazo, va hokazo, shunaqa. Ya'ni ot bilan birga kelgan fe'llar bor. Bizda mana bu so'z turibdi mana. Kyon homil hada degan so'z bor, to'g'rimi? Kyon homil hada. Nima degani? Kyon homil hada tajriba qilib ko'rmoq degani. Tajriba qilib ko'rmoq. Tajriba qilib ko'rmoq degani nimani tushuntirmoqchiman bu yerda? Ya'ni mana bu yerda ot kelyapti, buni fe'li tushirib qoldirgan. Misol uchun, chek ilkta degan so'z tushirib qoldiryapti. Pap yoki mokda tushirib qoldiryapti. Undan hadas tushirib qoldiryapti. Bu yerda ham kyon hommi hadasi tushib qolgan. Mana shunaqa vaziyatlar kelib qoladi. Shu vaziyatlarni inobatga olishimiz kerak. Hop, biz hada degan so'zni tushishini topdik. To'g'rimi? Hada degan so'z tushishini topdik. Birinchi nima dedik? So'zni topib olamiz. Endi grammatikani topsak bo'ldi. Qanaqa grammatik qo'llashimiz. Ya'ni agar shunaqa bo'ladigan, yana mana shunaqa festival bo'ladigan bo'lsa, men shu tajribani yana nima qilib ko'rmoqchiman? Qayta qilib ko'rmoqchiman. Demak, qayta qilib ko'rmoqchiman. Bu yerda maqsad qo'yyapsiz, ya'ni qilib ko'rishni. 51 matn boya aytdik, ya'ni boshlang'ich darajadagi matn tushganligi uchun, ya'ni matn darajasi sodda bo'lganligi uchun bizga ham xuddi shu matnga mos kelgan grammatik kerak. Maqsad ishlatadigan eng zo'r ikkita grammatika bor. Ya'ni goshipta, ya'ni buni darajasida goshipta bilan iryogohada. To'g'ri, maqsadli grammatikalar ko'p. Maqsadli grammatikalar ko'p, lekin buni matn darajasiga mos keladigan grammatika mana shu ikkitasi xolos. Goshipta bilan iryogohada. Koja hamnida deganlari bor, ya'ni boshqa turlari bor. Koja hamnida yozganlar ham borda. U matnga mos kelmaydi, ya'ni darajasiga. Sizga yozganingizga yarasha balo olib chiqasiz. Misol uchun, sizni yozganingizga koja hamnida, misol kun homil tashi hagoja hamnida siz yozsangiz ham bo'ladi. Balingiz, ya'ni yozganingizga yarasha balo olib chiqasiz. Misol uchun, mana bu men to'g'ri yozganim deylik, 10 balo oldim deylik, sizniki 7-8 balo olishingiz mumkin. Ya'ni sigida muayyan bitta hamma bir xil yozmaydi, hamma har xil yozadi. Ya'ni muayyan bitta qolip yo'q. Ya'ni siz yozganingizga yarasha, qanchalik to'g'ri tushuntirganingizga yarasha olasiz. Mana qolgan sigilardan 52, 53, 54 da ham. Ya'ni qanchalar yaxshi tushuntira olib yozdingiz. Grammatikani qanchalar qo'lga oldingiz, so'zni qanchalar qo'lga oldingiz. Ya'ni so'z bilan grammatikani qanchalar chiroyli bog'lab olganingizga qaraydi. Shunda konhomil tashi hagosh simnida yoki tashi har yoki hamnida deb yozsangiz bo'ladi. Biz ikkinchi e'tibor beradigan tomonlarimiz mana imnida, minida bilan yozilyapti, to'g'rimi? Simnida, minida bilan yozilyapti. Demak, biz ham simnida bilan tugatishimiz kerak. Shunda k ga nima tushadi? K ga pioril honchogi bilan tugatiladi. Chunki gapni ulash kerak edi bu yerda. Uni gapni oxirida obsossimni o'zi turibdi. N ga hagosh simnida bittasini yozsangiz bo'ladi. Ikkita yozish shart emas. Ya'ni hagosh simnida qilib, ya'ni chiziqcha chizib turib, demoqchiman, hagosh simnida har yo'ga hamnida deb turib, ikkitasini yozib qo'ymang, bittasini tanlab yozishingiz kerak. Shunday mana shu javob bo'ladi. Mana shunda yozsangiz yaxshigina ball olishingiz ehtimoli yuqori. 9-10 ball atrofida shu bo'ladi. Hop. Hozir misol uchun o'rgandikda shu mavzuni, mana shu matnda. Ya'ni bu yerda nima tushyapti? Tajribada ishlatilgan grammatika hamda maqsad ishlatilgan grammatika o'rganib ketdik. Ya'ni sizni o'rganib keting, yozib keting. Ya'ni tajribada qilib ko'rgan ishlagan nima qanaqa grammatika ishlataman, inchogi topdi. Hop, maqsadli
gapda keladigan bo'lsa qanaqa grammatika ishlataman? A, go'sht bilan iryoga hadi degan grammatikani ishlatar ekanman deb turib o'rganib keting. O'rganib ketish juda ham muhim. Hop, yana nimani aytadigan bo'ldim? Hozir bittada hammasini, ya'ni ili bir to'liq tushuntirib bera olmayman. Ya'ni kelasi darslarimizda ham shunaqa testlarni olib kelaman. Shu yerda yangi narsalar o'rganaverasizlar. Hozir bu yerda o'rganganingni nima bo'ldi? Ya'ni matnga to'g'ri e, narsa tanlash, nima deydi? Darajasiga mos bo'lgan grammatika tanlash, ya'ni oyoq kiyim razmeri misolida bo'ldi. O'zi sigida bir narsasi bor. Misol uchun qarang. Sigida eng muhim narsasi, ya'ni 53, 54larda katta insholarda, ya'ni bu insholarda so'zlarni hamda grammatikani to'g'ri ishlatish. Ko'p kishi koreys tilini o'rganayotganda grammatikani tarjimasini yodlab oladi. Misol uchun ekan ligi sababli iryoga uchun ryoganda moqchiman, taga yotib, ketayotib, uxlayotib shunaqa qilib yodlab oladi. U umuman to'g'ri kelmaydi. Misol uchun siz mayli shu bunaqa qilib o'rganib ilk bilan tarjima qila olasiz, lekin sigiga kelganda miya tormozlanish boshlandi. Yana qanaqa grammatika ishlatish kerak bu yerga turib. Shunga funksiya qonuniyatini o'zi o'rganib ketish kerak. Bunga misol, ya'ni sigida siz sigingizni oshirib beradigan narsalardan bitta tomoni bor. Qarang, misol uchun deylik, Hegel chek degani nima degani? Hegel chek degani ya'ni muammoni hal qilish yo'li degani. Hop, Hegel chek degani shunaqa degani. Ya'ni muammoni hal qilish yo'lini izlamoq degan. Izlamoq so'zi nima edi? Chatta degan so'z bor edi, to'g'rimi? Siz izlamoq so'zini chatta deb yodlaysiz, to'g'ri. Hegel chekil chatta deb yozdingiz. Ya'ni muammo hal qilish yo'lini izlash. To'g'ri, chatdan ishlatsangiz bo'ladi. Lekin mana shunga, ya'ni otga fe'l ulayapsiz, mana shunga juda ham zo'r ulanadigan o'zini so'zlari bor. Misol uchun qarang. Mana shunaqa vaziyatlarga biz mana buni ishlatganimiz ma'qul. Hegel chegil mo'sek hada. Mo'sek hada yokida pangan deydi. Mana shu Hegel chek uni. Pangangil mo'sek hadani ishlatsangiz bo'ladi. Hop, yana boshqa izlash ma'nosiga keladigan fe'llar bor. Mana shunga mos keladigan. Hozir bu yerda siz uchun bitta narsani aytdim. Hop, bu bilan nima misol keltirmoqchiman? Hegel chegil chatta deb yozsangiz ham bo'ladi, mo'sek hada deb yozsa ham bo'ladi. Lekin mana bo'lsa pangangil mo'sek hada yoki Hegel chegil mo'sek hadalar eng zo'r ishlatilgani bo'ladi. Ya'ni ot bilan shunaqa fe'llar keladi. Ya'ni mop juda ham mos keladi. Tasavvur qiling, siz to'y bazmiga ketyapsizda yoki o'zingiz to'yingiz, deylik, qora shimga deylik, oq ko'ylakka qanaqa, misol ko'k shimingiz bor, qora shimingiz bor. Oq ko'ylakka qanaqa shim mos keladi? Asli ko'k shim ham kiysangiz bo'ladi, qora shim ham kiysangiz bo'ladi. Ikkovi ham mos kelaveradi. Lekin qora shim yanada mos tushadi-yu. Mana shu mo'sikada shu qora shim, chapdangiz mana shu ko'k shim bo'ladi. Ya'ni chiroyli ishlatilgan bo'ladi. O'ylayman tushundingiz bu misol orqali. Shunday qilib nima o'rganib ketish kerak. Ya'ni hozir bu bitta misol edi. Bunaqa misollardan juda ham ko'p. Ana shunday o'rganib ketsangiz, o'ylaymanki sigingiz yaxshi chiqadi. Tamsekada degan so'zlar borda. Ya'ni sigingiz yoziladigan so'zlar bo'lmasa tamsekada, ya'ni yuqori darajada ma'no keladi. Hozir yana boshqa izlash so'zlari bor, 3 ta 4 ta bor edi. Ana shu sigiga yozilgan esim kelmayapti. Mana shu ikkitasi esim keldi. Tamsek hada deb yozilsa, bu chuqur izlash ma'nosiga ketadi. Agar siz muammo yo'lini oddiyroq izlash bo'lsa, mo'sek hadalar ishlatsangiz mumkin. Agar chuqur izlashga kirishsangiz, tamsek hadani ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni salpepoda boru, shunaqa ma'noda keladi.
Ya'ni har bitta ishlayotgan so'zingizga e'tibor berish kerak. Sigida shunaqa judayam muhim, ya'ni balangizni shunga qarab ko'tariladi. 51da ham xuddi shunaqa. Hozir aytib o'tganimda matnga mos keladigan grammatikalar, ya'ni o'zini darajasi tushadigan grammatikalar, keyin matnga mos tushadigan so'zlarni ishlatishingiz kerak. O'ylaymanki, bugungi kirish qismi, 51 kirish qismi darsimizdan ozmuncha ma'lumotlar oldingiz. Bir martada hamma dars o'tib bo'lmaydi. E, Bu 83-chi topik test edi. Kelasi darslarimizda ham 51 sigilani, boshqa sigilani tahlil qilib o'rganamiz. Shu e, test yechib turib o'rganib kelsa, shunda esimizda yaxshi qoladi. Birma-bir kitobdan qonuniyatlarni o'tish niyatim yo'q. Biror test olib kelaman, testni yechamiz, keyin tahlilini qilamiz, ishlatadigan iboralarni, so'zlarni, grammatikani o'rganib ketamiz. Bugungi o'rganganlarimiz shulardan iborat. E, Daftaringizni yozib olishni unutmang. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr.